Dadasi kech tushib qoldi, havo ham sovidi. Uyga kirasizmi? Onasi uyni sotma. Men baribir endi odam bo'lmayman. Tuzalgan taqdirimda ham ko'chada kimga sarg'ayamiz? Bu nima deganingiz dadasi? Siz bo'lmasangiz bu uy tugul, saroyda yashasam ham halovatim bo'lmaydi. Siz yonimda bo'lsangiz, hatto ko'chada qolishga ham roziman. Ana o'zlari ham ko'chada o'tiribdi ekan. Ishimiz tez bitadigan bo'ldi. Uyga kirib, joylashib o'tirmaymiz. Yaxshimisizlar kelin? Kelinglar. Uyni sotayotgan ekansizlar, eshitdik. Shu uyni sotar ekansizlar, birinchi bizga aytmaysizlarmi? Mana pul, o'sha sizlar aytganlaringdan ham ortiq qilib olib keldik. Akamning operatsiyasiga bemalol yetadi. Bu uyda o'zlaring yashab ham turaverasizlar. Qachonki biz farzandlarimiz uylanadigan bo'lib, bu uyga ehtiyoj sezganimizda, keyin bo'shatib beraverasizlar. Ha aka? Biz ikkiga ag'ini kelishib bo'lib olaveramiz. Aka, bilasiz, ukangizning ahvollari kundan kunga yomonlashib boryapti. Operatsiyalariga puldan yordam qilib tursangiz. Ukam o'zi jigar seryoz bo'lsa, men bu ukamni kasalligiga uydagi novoslarini boqqanim yo'q. Meni ham bola chaqam bor. Uy-joy qilishim kerak. Kelin, meni ortiqcha pulim yo'q. Otabekjon, akangizning ahvollaridan xabaringiz bor. Operatsiyalariga pul kerak. Qarzga bo'lsa ham pul berib turinglar. Kennoya, men 100 marta aytdim sizlarga. Doktorlar aytaveradi, pul olish uchun, boshqa qilish uchun. Baribir odam bo'lmaydi, o'ladi dedim, o'ladi. Qo'ying meni vaqtimda olmang. Assalomu alaykum jigarlarim. Aka yaxshimisiz? Kenayi, nimaga menga aytmadilaring? Nimaga men jigarlarimni emas, begonalardan eshitishim kerak ekan ahvolini? Ismoiljon, siz o'zi musofirda qiynalib ishlayotgansiz deb sizga aytmagandim. Kenayi, uy sotiladi. Faqat akamning uyi emas, mening uyim sotiladi. Nechiga bo'lsang bo'lib olavergan uyimda. Ukam men uchun buni qilib qurbon qilma, sotma. Bolalaringda haqqi. Men endi odam bo'lmayman, uka. Ukalarim to'g'ri qilgan. Aka, biz nima qilib qo'ydik? Uka, biz xato ish qilib qo'ydik. Shu pullarni xolis ukamizni davolatgani beraylik. Uka, bitta sen emas, hammamiz davolatamiz. Bu pul jigarimizni hayotidan ustunmasligini endi tushunib yetdik.